Ijtimoiy tarmoqlarda chiqindixonaga aylangan hududni obod qilib bog' yaratgan fuqaro katta miqdorda jarimaga tortilgani haqida xabarlar tarqaldi. Biz holatga aniqlik kiritish maqsadida aynan voqea joyiga yetib keldik. Shu yer musorxona edi. Tashlandiq yerlarni qilinglar deganga o'g'lim bilan shu ishga qo'l urdik. 22-yildan boshlaganmiz, sekin-sekin, sirazi bo'lgan yo'q. Hech kim kelib so'ragan yo'q. Mana endi mana shunaqa holga kelgandan keyin kadastr anaqasi o'z boshimchalik bilan egallab olgansam, o'z holiga keltirib qo'ygin deyapti hozir. O'g'limga 82 million 400 ishtirak bo'ldi. Kadastri yeri ekan. Nega shu ishlarni boshlaganda kelib, "Ey inson, kim ruxsat berdi bu bizni joy?" demaganda hamma narsa tayyor bo'lganda kelib buzasan deb turibdi. Hozirgi kunda ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokamaga sababchi bo'lgan Yashnobod tumani xosiyatli mahalla fuqarolar yig'ini hudud